Nihao Hospital. An'anaviy Xitoy tabobati asosida davolash olib boriladigan klinika bo'lib, bu yerda igna terapiya va igna pichoq usullari orqali turli og'riqlar va harakat cheklanishlari bilan ishlaniladi. Igna terapiya organizmni umumiy tiklashga yordam beradi. Igna pichoq esa mushak va to'qimalar qochishlarini bartaraf etishga qaratilgan bo'ladi. Klinikamizda bugungi kunga qadar yuzlab bemorlar davolanib, o'zlarini ancha yengil his qila boshladilar. Ba'zi bemorlarda esa har bir seansdan keyin bosqichma-bosqich taxminan 20-30% gacha yaxshi holatlar kuzatilmoqda. Natija har bir bemorning individual holatiga qarab olib boriladi. Muolajalarimiz narxi biroz yuqori bo'lishi mumkin, ammo natijalar va yondashuvlar bilan ajralib turadi. Barcha muolajalar tajribali mutaxassislar tomonidan olib borilib, nazorat ostida amalga oshiriladi. Nihao Hospital ishonchli va sinovdan o'tgan davolash usullari. Hammaga salom. Mening ismim Liu Jun, xitoylikman. O'zbekistonda Xitoy tabobatini targ'ib qilish uchun keldim. Bugungi yangi bemorimiz ko'p yillardan beri beldagi kuchli og'riqdan aziyat chekayotgan ekan. Shuningdek, prostata muammosi ham bor. Siydik to'lib kelmaslik va shunga o'xshash yana bir necha muammolar bor ekan. Bugungi davolash hamda kichik igna pichoq terapiyasi va akupunkturadan keyin natija juda yaxshi, o'zini juda yaxshi his qildi. Hürmetli ortaklar, ben Hanka'dan geldim. Bu gaplarni Instagram'da görüp geldim. Asıl Taşkent'e gidecek yol turladık. Kendi problemlerini ben aldık. Prostatitim bilen grijan var idi. 2 gün leçeni aldım. Prostatitim 80% yaxşı oldu. Belimde ağrılarım bir 50% yaxşı 2 gün leçeni de. Bu da kalasa yanından yine bir 2 gün yesek yaxşı olup gitse gerek. Sizler hem çakrama şöyle. Doktorlara rahmet. Kardeş doktorlara. 希望你继续配合治疗，我会让你更满意。 Mana shu bemor keldi. Unda bo'yin umurtqasida protruziya va bo'z chiqish bor. 3 va 5 bo'yin umurtqalarida juda jiddiy holatlar kuzatilgan. Uyqusi ham yaxshi emas. Mening igna pichoq va igna terapiyamdan keyin natija juda ajoyib bo'ldi. Men Urganchdan Aygul. Bu klinikaga Instagramdan ko'rib tashrif buyurdim. Tashrif buyurishimdan sabab bo'ynimda grijan bor edi. Shuning uchun 1 yil oldin boshlangan edi. Qo'limni ko'tarib bilmasadim, bu klinikaga kelib, igna terapiya, keyin lampa terapiyalarini olib, Xudoga shukr, hozir 60-70% bo'ynim yaxshi. Rahmat sizlarga. Bugun sizlar bilan klinikamizdagi muolaja turlari bilan batafsil tanishamiz. Akupunktura tana nuqtalariga igna qo'yish orqali asab tizimini yaxshilash, qon aylanishini tezlashtiradi, bel, bo'yin, boshdagi og'riqlarni bartaraf etadi. Akupressura maxsus nuqtalarga ignasiz qo'l bilan bosim o'tkazish, mushaklarni bo'shashtiradi, qon aylanishini tezlashtiradi, ichki organlar faoliyatini yaxshilaydi. Fitoterapiya dorivor o'simliklar bilan davolash usuli bo'lib, immunitetni oshiradi, barcha kasalliklarga davo bo'ladi. Moksoterapiya maxsus moks o'simligi yoqilib, tana nuqtalarini isitadi.